Team jamoasi o'yinchilari hozir bu yerda shoshilishmoqchi emas. Speedy. Xuddi shunday SSM Speedy. Va Bacher hozircha dimlar bilan o'z pozitsiyalarini yopib qo'yishga harakat qilmoqda. Hozir bu yerda tezroq faytni amalga oshirishlari kerak yoki bu faytni skip qilib yuborishlari kerak demoqchi edim. Mana Team jamoasi o'yinchilari faytlardan qochadigan jamoa emas. Speedy hozircha informatsiyalar yig'ib oldi. Agressor katta sahnalarda. Agressor tomonidan spreylar amalga oshirilmoqda. Agressor no holatga ko'rsatildi. Lamborghini lekin low HP holatda. Lewis hozir bu yerda kirib kelmoqchi. Speedy yaxshi. Speedy. Dattina no holatga ko'rsatib qo'ymoqda. Lamborghini ham low HP holatida. Speedy hozir yana bitta nokta amalga oshirmoqda. Va Z721 agressor jamoasi o'yinchilari 5 ta kill point hisoblariga yozib qo'ymoqda. Bu yerda esa Influence jamoasi o'yinchilari ham bu faytga qo'shilishayotganligini ko'rib turibmiz. Johnny katta sahnalarda Influence jamoasi o'yinchilaridan ikki o'yinchisi no holatida. Bacher ham nokta amalga oshirmoqda. Lil Boy o'z to'liq holatda qolib ketdi. Va Z721 jamoasi o'yinchilari shu pozitsiyani o'zida yo'q 9 ta kill point hisoblariga yozib qo'yishmoqda. BMC'ni finalida o'zbek jamoalari, o'zbek o'g'illari mana bunday o'yin ko'rsatishi albatta kutilmagan va kutilgan emotsiyalarni taqdim etyapti.